Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'ppozimiz aka-ukalar, bugungi kunga xudo xolisi 9-may G'alaba bayrami kuniga Mahmud Sirojning do'stimizga bo'laman Qo'qondan akalar, Qo'qonda haliginaqa trenddan tushib brendga chiqqan Qo'qondan akalar. Like patskani ayamasdan bosa oladigan joylari keldi. 1500 dollarga klaskasi yo'q, 46 ming yurgan aytib deb, harib qolmagan, harib doskada qolgan deyilyapti. 50 ming, 100 ming bersangiz hamma yo'qni aytib beradi. Tushundingizmi? Kelar motori bormi, kuzovimi bormi, boshqasi bormi, hamma yo'qni aytib beradi. Ashunga ukajon hamma yo'qni aytib deb sotamiz. Hech kim majbur qilmadimi? Yo'q. Rozi rizochilik bilan olyapsizmi? Eshitgan bo'lsangiz, uydan, xotindan, mashinadan degan omadni, shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar deb. Yaxshi, mini 60 lira 106 SB bo'lgan partiyani Mahmud Sirojga sotildi. Hech kim majbur qilmadi deyapti. Rozi rizochilik bilan oldim deyapti. Like patskani bossin, ayamasdan, ha? Haqiqat ekan, haqiqatda. Bosamiz aka, like patskalar, dadadadan, radadadan qilib to'xtash shu akalar. Hamma kelyapti, hamma 9-mayga xudo xolisi bekarga ham, puli borga ham, puli yo'qqa ham xudo xolisi hammaga beryapti.